chunki sen Allohsan. Muallif Ali Jobir Fifi. Ikkinchi qism. Yulduzlar. Alloh taolo bandalarning qalbida o'zini yaxshi ko'rish hissini yaratdi. Bandalar qalbidagi bu muqaddas muhabbatni, unga bo'ysunish, baytini tavof qilish, huzurida qoyim bo'lish, u uchun uyqudan voz kechish va uning yo'lida jonini berishgina to'ydira oladi. Hayot har jabhasida sizga shivirlaydi. Siz izlayotgan zot sizni eshityapti. Ayol bir fojir bilan xilvatda qoldi. Fojir uni xohladi. Ayol bosh tortdi. Fojir ayolni qo'zg'ab dedi: "Bizni yulduzlardan boshqasi ko'rmayapti." Ayol javob qaytardi: "Uni yulduz qilib qo'ygan zotchi, Allohchi, Allohchi." Ha, Allohga hojati bor qalb shunday bo'ladi. U Allohga bog'lanadi. Uning biluvchi, eshituvchi, ko'rib turuvchi va hamma narsadan xabardor ekaniga aniq ishonadi. Qalbingiz ila u zotga muhtojligingiz namoz o'quvchining namoz vaqtida Ka'baga muhtojligiga o'xshaydi. Qalb barcha jabhadagi istaklarini taqsimlashi kerak. Ammo birinchi istak, intilish Allohga bo'lishi lozim. Qalbingizning o'ng va chap tomonida xohlagan maqsadingiz tursin. Biroq eng oldiga faqat Allohning roziligi, unga bog'lanish va uning muhabbatini qo'ying. Uni unutmoqdasiz. Nimanidir izlab topolmasangiz, uni qo'yib Allohga bog'laning. Siz unga muhtoj bo'lishingiz va iltijo qilishingiz uchun uni bekitib qo'ygan zot udir. Allohim, menga yo'qotganimni qaytar deb ayting, uni sizga qaytaradi. U sizni boshqa ishlaringizdan yuz burib, o'ziga yuzlanishingizni xohlayapti. Lekin siz boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lib, uni unutmoqdasiz. Abu Abbos rahmatullohi alayhining bu borada ajoyib gapi bor. Uni tafakkur qiling-da, dardlaringiz, g'am anduhlaringiz va ehtiyojlaringiz yoniga qo'ying, natijasini ko'rasiz. Ba'zan bandaga musibat keladi. U esa o'shani aritish maqsadida harakat qiladi. Allohga yolvoradi, zorlanadi. Undan so'raydi. Mana shuning o'zi ibodat. O'sha paytda bandaning birinchi maqsadi rizq topish, yordam yoki shunchaki ofiyat so'rash bo'ladi. Keyin duoyu tazarru qiladi. Natijada u banda uchun iymon, ma'rifat, muhabbat hamda zikr va zikrdan lazzatlanish eshiklari ochiladi. Bu holat uning nazdida o'zi uchun yaxshiroq va boshiga tushgan musibatidan ko'ra qadrliroq hisoblanadi. Muso alayhissalom davrlarida yomg'ir yog'may, qahatchilik boshlandi. U kishi va minglab erkaklar, ayollar va bolalar duo qilish uchun chiqdilar. Muso alayhissalom shu payt ikki qo'lini osmonga ko'tarib turgan, Robbiga muhtoj bo'lgan bir chumolini ko'rdilar. Bildilarki, bu holat behojat zotga muhtojlik. Bunday zorlanishdan so'ng osmondan sharros yomg'ir quyiladi. Shunda qavmlarga qaytinglar, sizlarga kifoya qilindi dedilar. Ular momaqaldiroqlar ovozi va yomg'ir shivirlashi ostida qaytdilar. Yoshligimda qorilarning biridan quyidagi duoni eshitib larzaga kelgandim. Allohim, musibatlarimiz eshiging oldiga olib keldi. Huzuringdan haydama. Musibatlarning saxovatli zotning eshigi oldiga olib kelishi uning somat, behojat zot ekanining ma'nosidir. Unga iltijo qiling. Agar Alloh dorini jismingizga ta'sir qilishga izn bermaganida kasallik sizdan arimagan bo'lardi. Shunday ekan sizga shifo berishini so'rab unga iltijo qiling. Ishoning, agar u qarshingizda kelayotgan aqli yo'q avtomobilni sizdan burib yubormaganida siz o'liklar safida bo'lardingiz. Shu sababli sizni saqlashini so'rab unga iltijo qiling. Unutmang, agar u sizni kemada o'z holingizga tashlab qo'yganida edi, siz baliqlarga yem bo'lardingiz. Shunday ekan siz bilan birga bo'lishini so'rab unga iltijo qiling. Xullas, xotirjam bo'lishingiz uchun, halovatsizligingiz ketishi uchun unga iltijo qiling. Chunki uning himoyasisiz darbadar bo'lib yuraverasiz. U behojat zot. Hojatingizni unga arz qiling, xotiringiz jam bo'ladi.
Fikr qiling, qattiq shamol turib, kema yo'lini yo'qotganda undagi odamlar qaysi dinga e'tiqod qilishlaridan qat'iy nazar ey Alloh deb yuboradilar. Unga iltijo qiladilar. U sizlarni quruqlik va dengizda sayr qildirur. Sizlar kemada bo'lgan paytingizda va ular mayin shamol bilan ularni sizlarni olib ketayotganida va ular bundan shodlanib turganlarida qattiq shamol hamda har tomondan to'lqin kelganda ular qurshovda qolganlarini bilib, agar shundan bizni xalos qilsang, albatta shukr qiluvchilardan bo'lurmiz deb ixlos bilan Allohga iltijo qilurlar. Yunus surasi 22-oyat. Ichingizda uning nomini tilga olishingizga ehtiyoj bor. Bundan boshqa chora yo'q. Agar ey Alloh desangiz, vujudingizni xotirjamlik egallaydi. Bu kalimani ixtiyoriy ayting, bo'lmasa shunga majbur bo'lasiz. Iymon, ishonch bilan aytmasangiz, inonib aytishdan o'zga ilojingiz qolmaydi. Xotirjamlik vaqtlaringizda Alloh demas ekansiz. Musibat paytlaringizda shu nomni faryod bilan aytasiz. Kompas. Nega endi Allohga iltijo qilishga majburlovchi falokatni, uning nomini tilga oldiruvchi musibatni, masjidga yetaklovchi g'am qayg'uni kutib o'tirishimiz kerak? Alloh musibat va falokatlarsiz ham o'ziga iltijo qilishimizga, zorlanishimizga loyiq emasmi? Alloh bizga bergan hayot, sog'lik, iymon, tinchlik va baxt kabilarning o'zi unga talpinishingizga yetarli emasmi? Bizga boshqa ishlarimizni unuttirib, hushimizdan qochiruvchi musibat kerakmi? Shundagina boshimizni egamizmi? Qalbingiz kompasini Allohga yo'naltiring. So'ngra emaklab bo'lsa ham unga intiling, yetishasiz. Oyatda aytiladi: bas, qaysi tarafga yuzingizni qaratsangiz, o'sha tomonda Allohning yuzi mavjuddir. Baqara surasi 115-oyat. Odamlardan kunduzi bir narsa so'rasangiz berishi mumkin. Kech kirganda borsangiz esa siz uchun eshigini yopib qo'yadi. Bir masalada yordam qilsa, ikkinchisida uzrini aytadi. Allohchi unday qilmaydi. O'zi aytadi: u hamisha barhayotdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas, sizlar unga dinni xolis qilgan holingizda duo, ibodat qilingiz. Hamd barcha olamlarning Robbi Allohga xosdir. G'ofir surasi 65-oyat. U kecha-yu kunduz banda so'raganini beradi. Mazlum bo'lsangiz hamma ishingizda yordamchi bo'ladi. Siz uchun eshigini yopmaydi. Tun-u kun saxovatli, ikrom qiluvchilarning eng yaxshisidir. Shuning uchun unga barcha iltijo qiladi, hojatini so'raydi. Boshqasicha, ular bunday hojatlarni ravo qiluvchi sifatga ega emaslar. Ishonmasangiz sinab ko'ring, iqror bo'lasiz. Mabodo istagingizga labbay desa ham kechiktirib yoki nuqsonli bajarishi mumkin. O'z vaqtida mukammal ado etgan taqdirda ham sizni kamsitishi yoki qilganini minnat qilishi ehtimoldan xoli emas. Natijada o'ksinib qolasiz. Undan boshqasini qalbingizdan quving. Ancha oldin bir oliygohning rahbar xodimlari xonasiga kirgandim. O'qishim masalasida yozma taklif berdim. Keyin ba'zi tafsilotlarga kirishgandim. U menga barcha istak xohishlaringni aytaverma dedi. Ha, odamlar ko'p istaklaringizni xohlamaydilar. Ammo Alloh undan qancha so'rasangiz, iltijo etib duo qilsangiz sizni shuncha yaxshi ko'radi. Shunday ekan, nega endi Allohni qo'yib boshqasi bilan dardlashamiz? Nabiy sollallohu alayhi va sallam Ibn Abbos roziyallohu anhuga so'rasang Allohdan so'ra dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Ha, so'rashingiz kerak bo'lgan hojat bo'lsa, siz so'raydigan zot Alloh bo'lsin. Alloh bo'lsin. Abu Homid G'azzoliy oriflardan birining ismi azam haqidagi ajoyib gapini keltirganlar. Undan boshqasini qalbingizdan quving. So'ngra unga qaysi ism bilan bo'lsa ham duo qiling, ijobat qiladi. Somad ma'nosining mag'zi shudir. Qalbingizda Alloh bo'lsin. Keyin u rozi bo'ladigan har qanday kalomni ayting. Rabboniy ko'rinish olaveradi.
Sizga paydo bo'lgan har bir mushkullik elchidir. U sizga Alloh bor, unga iltijo qil degan xabarni olib kelgan. Bemorlik, siz unga zorlanishingiz xabarchisi. Kambag'allik, unga egilishingiz afsona. Zaiflik, kuchli zotdan kuch so'rashingizni aytuvchi suhbatdosh. Hayot har jabhada qarshingizda bor ovozila chaqirib turadi. Behojat zot bor, undan hojatlaringni so'ra. Hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ibn Abbos roziyallohu anhu ga aytdilar: Allohning amrlarini saqla, Alloh seni saqlaydi. Uni qarshingda topasan. Imom Termiziy rivoyati. U sizning yaqiningizda, ruhingiz, jismingiz va fikringizda uni yod eting. U sizni himoyasiga oladi, yordam beradi, siz bilan birga bo'ladi. U behojat zot. Bandalar shunday zotning saltanati ostonasiga bor vujudi bilan bosh urmas ekan, ularning qalblari halovat topmaydi, bezovtaligicha qoladi. Qadamlar. Xohlagan tarafingizga qarang, lekin qalb ko'zlaringiz Allohning buyukligini ko'rsin. Xohlagan gapingizni gapiring, biroq qalb tilingiz uning zikrini qilsin. Xohlagan narsangizni eshiting, ammo qalb qulog'ingiz uning kalomini tinglasin. Xohlagan tomoningizga yuring, lekin qalbingiz u tomonga qadam tashlasin. Qalbingiz, ruhingiz, jismingiz, fikringiz, xohishingiz, xayollaringiz ila unga talpining, iltijo qiling, hojatmand bo'ling. Qo'lingizga qalam olsangiz, o'zingizga savol bering: men bu varaqqa yozmoqchi bo'lganimdan Alloh rozi bo'ladimi? Gap gapirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan so'rang: uni rozi qiladigan gap gapiramanmi? Yo'l tutmoqchi bo'lsangiz, o'ylang: tutayotgan yo'lingiz uning nazdida mahbubmi? Diqqat ila qalbingiz to'riga osib qo'ying. Alloh nimadan rozi bo'ladi? Hamma vaqt unga muhtojlik izhor eting, unga bog'laning. Yarim kechasi uyg'onsangiz ham uni eslang. Uni zikr qilmasangiz, eslamasangiz, xayollaringiz parishondir. Uning ismi xotirangizdan o'tmasa, aqlingiz xarobdir, fikrlaringiz bamisoli ko'lmak. Agar bunga doim tirik bo'lgan zotning zikri kelsa, u anhor bo'lib qoladi, bog'-u rog'ga aylanadi. Unda bulbullar sayraydi. Mag'rurlik. Ruhingizga unga hojatmand bo'lishni o'rgatsangiz, vaqt o'tib dunyoviy narsalarni ko'paytirishdan hayo qilib qolasiz. Aksincha, hamma intilishlaringiz uxroviyga aylanadi. Xalifa Ka'bani tavof qilib yurgan Ibn Umar roziyallohu anhu ga dedi: mendan so'raganingizni so'rang, ey Ibn Umar. U kishi unga hojatini Allohga aytuvchi insonning qarashi bilan mag'rurona qaradilar-da, dedilar. Dunyo ishlaridanmi yoki oxiratnimi? Xalifa javob berdi: oxirat Allohniki, dunyo ishlaridan. Shunda Ibn Umar roziyallohu anhu: dunyoning haqiqiy egasi bo'lgan zotdan so'ramayman, egasi bo'lmagan kishidan so'rayman, deb javob berdi. Allohga hojatmandlik sizni yer yuzidagi mulkdorlarga boqmaydigan mag'rur insonga aylantirib qo'yadi. Dunyo Allohga hojatmand insonlar bog'lanmaydigan past narsadir. Bir amir Abu Abbos rahmatullohi alayhiga dedi: eshitdik, siz bizning mulkimizni xohlayotganmisiz, ey Abu Abbos. U kishi mag'rurlik bilan boshlarini ko'tarib: Allohga qasamki, sizning mulkingiz men uchun 2 tiyinga arzimaydi, deb aytdilar. Aytingchi, tuni bilan Allohga yuzlangan kishi kunduzlari bir parcha mato uchun o'zini xor qiladimi? Aslo bunday qilmaydi. Allohga hojatmandlik shunday bo'ladi. Haqiqat. Hojatingiz sabab siz Allohga iltijo qilgan lahza ehtiyojingizni qo'lingizga keltirib beradi. Biror rag'bat qilgan narsangizga faqat Allohning yo'li orqali yetib borasiz. Ehtiyojingiz tushgan har bir narsa faqat Allohning mulkida topiladi. Qaysi narsaga intilsangiz, unga faqat Allohning yordami bilan
erishasiz. Zero borliqdagi har qanday kuch va quvvat faqat uning yordami iladir. Biror yomonlikni Alloh xohlamas ekan, butun dunyo birlashsa ham uni sizga yetkaza olmaydi. Ammo Alloh bir yomonlikni taqdiringizga bitib qo'ygan bo'lsa, butun olam birlashsa ham uni sizdan nari qila olmaydi. Shunday ekan, Allohga yuzlaning, unga suyaning, hamma ishingizni unga topshiring. U behojat zot, tug'magan, tug'ilmagan ham. Unga hech kim teng kela olmas. Ey Alloh, qalbimizni o'zingga muhtoj qil. O'zingdan o'zgaga intilmaymiz. Sendan boshqaga iltijo qilmaymiz. Maxluqotlaringdan hech biridan yordam so'ramaymiz. Ey Alloh,